Assalomu alaykum, xayrli tong barcha yurtdoshlarimizga. Kayfiyatli a'lo darajada Zo'r TV telekanali ertalabdan salom dasturi o'z ish faoliyatini boshladi. Bugun 1-noyabr kuzning 2-o'yin boshlandi. Havo salgina salqin. 3-o'yinmi? 3-o'yin birpasda qarang, vaqt o'tyapti. Voy, yangi yil yaqinmi? Yangi yil yaqin. 60 kun qoldi agar bugunni hisobga olmasak. Yangi yil yaqin ekan, mayli. Haqiqatan boya Alinaxon aytganlaridek, kim nimaki reja qilgan bo'lsa, yil oxirigacha erishsin hamma niyatlariga, rejalariga. Rejalar niyatlarga bog'liq, niyatlar esa rejalarga bog'liq. Hamma narsa zanjirga o'xshab bir-biriga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun erta tongda kayfiyatlarni ko'taramiz, sababi havo salqin, juda ham shamollashlar ko'p. Biz buni takror va takror aytib o'tishimiz mumkin, lekin albatta issiqroq kiyim olinglar. Bo'lmasa shamollash juda ko'p. Virus tarqagan, virus, g'iybatchilar virusiga o'xshab virus juda ko'p tez tarqaydigan bo'lib ketdi hozirgi kunda. Va faktlarda yozib qo'ydi, ayollarning g'alati va kulgili odatlari haqida. Bu bor gapda necha marta kuzatganman. Birinchi aytishga aytoladi, keyin kerak emas deydi. Ovqatlanishga o'rsa yemayman deydi. Keyin siznikidan olib qo'yadi. Foydasi shunaqa-da, bekordan bekor aytishmaydi, ayollarni tushunib bo'lmaydi deb. Shunaqa xarakterimiz bilan biz ayolmizda, to'g'rimi? Shkafni shunday ochasizlar-da, kiyim to'la bo'lsa ham nima kiyaman deb yana albatta, albatta. Haqiqatdan nima kiyaman, nima bo'ladi bu deb mana shunday qilib qoladi. Lekin men biz o'g'il bolalarda sizlarda qanaqa bilmadim usta. Menda birorta ko'pda kiyimlar. Bitta kiyimni kiysam bor, yoqib qolsa. Qayta. Qulay bo'ladi-da o'zingizga. Ko'rdingizmi? Men hayotimda shunaqada, men kimnidir yoqtirib qolsam, tashlab ketib o'tirmayman. Oxirigacha ketadi hammasi. Buni orqasida hozir mana mashrab aytmoqchiki, yoqtirsa ham tashlab ketadi. Ayrimlari. To'g'ri, lekin ayrim shunaqa odamlar bor. Jahon aka ana kinosida bor, endi bu baribir bu kino ketgan, efirlarda hamma qizlar paypoqda almashtiradi, qo'polga gapirib qo'yadi. Prosta bu albatta hazil shunchaki, lekin shunaqa men bitta fakt o'qib qoldim-da, o'ziga qarab oynakda oldida juda ko'p turadigan bolalar, kiyimlar almashtiradigan bolalar, vafoli bolalar bo'lmas ekanda. O'zini sevadiganda ular. O'sha uchun men ular sarasiga kirmas ekan, men xayriyat yaxshi dedim. Voy, ertalabda ana maqtovlar bilan, voy, muncha kamtarsiz, xudoyim. Endi buguncha bu narsani to'g'ri ma'noga olamiz-da, chunki mana kun muallifi ayollarning g'alati va kulgili odatlari deb bizga bir mavzuni tashlaganlar. Shuning uchun biz mana shu g'alati, noodatiy holatlarni ochishimiz kerak. Ayol kishi o'sha telefondan gap chiqib qoldi, gaplashgandan keyin bo'pti, xayr, dugon yaxshi qoling deb yana 5 minut qo'shilar ekan. To'g'ri. Eshitdingizmi? Mana gap qolib ketibdi. Voy, aytgancha to'xtab turing, men buni aytmayman deb boshlanadi. Qarang, to'yga atir guli bormay qo'yib chiqibdi, sen mendan o'g'irlagan. Boshladi. Shunaqa mavzular ham bo'ladi, to'g'ri. Shuning uchun hamma kelinlar qo'zg'olonida esinglarda bo'lsa, sotda kim bilandir telefonda gaplashib turgan paytda qaynonasi, kim bilan gaplashyapsiz? To'xtaychi, kimsiz o'zi deb. Xuddi shu narsa sizlarda bor. To'g'ri. Biz berilib ketib qolamiz-da, gapga berilib ketib qolamiz. O'zi yaxshi ko'ramiz gapirishni. Endi sizlar eshitmaganinglardan keyin hech bo'lmasa dugonalarimiz bilan gaplashamiz-da. Meni ham o'zim ayolim ham o'rtoqlarim bilan gaplashadi. Kun davomida gaplashsa-chi, mana shu men o'ylaymanki, endi bir 20-30 ta dugonalari, o'rtoqlari, tanishlari telefon qildi deb o'ylasa, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bitta bilan nechidir soat, yana bitta bilan yana nechidir soat. Mana bitta informatsiyani qarang, bitta ayol kishiga bitta informatsiyani 1 soat aytamiz. Keyingisi telefon qiladimi, unga ham shu narsani 1 soat tushuntirishimiz kerak. Bizga ham oson tutmaylar, bizga ham qo'yish energiyani nechta odamga yetkazamiz biz. O'zi mana shu qizlarda to'g'ri salbilaylar. 4 ta dugona yig'ilsa, bularning o'rtasidagi sir 5 daqiqa saqlanib turadi. To'g'ri. 5 daqiqadan keyin 4 tasi yana 4 taga aytadi. Bir qismi odatim bor edi, hozir ham bor buni odatim. Xullas kalom, uyali qo'ldagi telefonlar birinchi chiqqan paytda ruchkalisi bo'lardi-da. Qiz olgan ekanda. Kollejga borib turibmiz, men o'zi kollejda o'qimaganman. O'rtog'imdan borib turib qizlar kuzatib turdik, uni nomerini topib olgandik-da. Bu yoqqa o'tadi, "Allo, o'rtoq" deb, bu yoqqa o'tadi, "Allo, o'rtoq to'xta" dedi. Hozir men telefon qilib qaramash, gaplashmayapti dedim-da. Xitoy telefon bo'lar, ovoz boshqacha. Shuni telefon qildim, quloqda jiringlab ketdi. Xajolatlanib qoldimki, ba'zi qizlar shunaqalar bo'ladi. Yaxshi ko'raman-da men. To'g'ri. Shunchaki gapiryapmiz, eshitman. Hozir deydi-da, juda ko'p. Xuddi bir band odamga o'xshab, Da, yo'q, ha degan gaplar bo'ladi.
Lekin baribir ayollarni nima deydi tushunish kerak. Ular nozik xilqat, to'g'risini To'g'ri. Chunki bizni ham ona dunyoga keltirgan. Har xil xarakterli ayollar bo'ladi. Ko'tarish kerak uni. Endi yaxshi ko'rgan odam ko'taradi, yaxshi ko'rmagan bo'lsa 15 kundan keyin yo'qolib qoladi. To'g'ri. Qabul qilgan odam ko'taradi-da. Mana bu yerda ma'lumotlar yozilgan. Bu yerda o'sha serial ko'rayotgan ayol uni oxiri nima bilan tugashini bilsa ham yig'lar ekanda. To'g'ri. Achinarli bo'lsa ham. Qon bosimlar oshib ketgan ayollar bo'lgan Hind kinofilmlari o'sha paytda hali nima edi? Krish bo'ladi-yu. Krishni ham ana xizmatkori bo'ladi-yu, o'g'ilday bo'lib qoladi, keyin tashlab ketadi. Ketadi, o'zi mashhur aktyor bo'lib ketadi. O'shani ko'rgan ayollar ko'rganman-da, qo'shnilarimizda televizor bilan. Bog'bonmidi filmmi? Yo'q. Nima edi? Vatan nima edi nomini? Hozir ismini chiqarib qo'ygan Krishna bo'ladi. Bekacha deydi qo'lini bunday qilib. O'sha kinoni ko'rgan paytida qon bosimi oshib ketgan ayollar bo'lgan. O'sha payt. To'g'ri, shunaqa. Biz berilib bir ish qilsak, berilib qolamiz, bir film ko'rsak ham berilib ko'ramiz-da, shunaqa. Soch bizni xafa qilishni boshladi. Sizlar hattoki bitta laykki yangisini olib qo'yishingiz ham bir katta bir marosimga aylanadi. To'ppa-to'g'ri. Hozir ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketdi, telefonlar mana oldinga qarab ketdi. Qizlar ozg'in ko'rinish uchun tepadan syomka qiladi ekanda. Assalomu alaykum azizlar, hammaga tong xayrli bo'lsin, biz ketyapmiz. To'g'ri, hamma narsani biladi-yu. Bu lak deganingizga lakni qo'l tirnoqqa qo'yganda yurakchalar nimadir chiziladi. Imdod masalan 8 raqam ham chizilib qoladi. Qalay chiqibdi ijtimoiy tarmoqqa hamma dugonalarga voy qayerga bordingiz, qaysi pedikur, manikurmi, nima bor o'tadi. Boshlanib ketdi. Bulovlar o'shanda maza qiladi. zavq olamiz-da. Biz qiz emasmiz, bilasizmi, Shuhrat aka, ustida uchalamiz rasmga tushamiz, o'tadi. Ko'zingiz g'ilay bo'lib qo'ygan bo'lsa ham farqi yo'q. Farqi yuz qiyshaq. Sizlarga bo'ra to'xtab, voy sochim meni qilgan nilo deydi. Nima bo'lganda hazil huzul bilan qilamiz. Erta tongda barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Zo'r TV telekanali ertalabdan salom dasturi. Bugun 1-noyabr shanba tongi barchaga muborak bo'lsin. Endi televizorda yoqqanlarga shunday qarab, kim edi deb Mashrab, Alinaxon, ustozimiz Shuhrat akam efirdamiz. Bugun kayfiyatni ko'tarib, sizlarga yaxshilik ulash uchun qamishdan bel bog'laganmiz. Mana shu nima gap ekan? Qamishdan bel bog'ladik. Qamishdan bel bog'lash emas, qamishdek bel bog'ladik. Ya'niki o'sha qamishni boylangan joyi bor-ku, qamish kabi bel bog'lash. U korset emasmidi? Yo'q. Qamishdan emas, qamishday. Qamishday. Shuning uchun bir xil maqollar bor-ku, mana ustoz otangdan ulug', otangdan ulug' emas, otangdek ulug'. To'g'ri, ustozlar hurmat qilishga mana shu borada institutda o'qib yurgan paytlarimizda tortishuv ketib qolganda, otangdan ulug', otangdek ulug' deb keyin bir qaysidir kitobni olib kelgan ustoz, keyin o'qib ko'rsatgan. Otangdan emas, otangdek ulug', otadek hurmat qilish kerak, chunki u ham to'g'ri yo'l ko'rsatadi, ota ham to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Yana bir gap iborani ko'p takrorlashadi-yu, nur ustiga a'lo nur. Nur ustiga a'lo nur bo'lmaydi. Nur ustiga nur bo'ladi. Nur ustiga yana a'lo nur bo'lmaydi. Chunki nurdan a'losi yo'q o'zi. To'g'ri. Shuning uchun bir xil atamalarni, bir xil maqollarni sal buzib o'zgarib ketadi yoki bo'lmasam ba'zilar xalq tilidan o'tadigan so'zlar, iboralar. To'g'ri gap. Men shu hayron bo'lib qolaman. Buni menimcha avvallari o'sha dunyo yaralibdiki, ayol erkak yaralgandan keyin bizga yaxshi qiz mahalladan ortmaydi. Shunaqa bo'ladi-yu, sovchi ko'p, yana nimalardir bo'ladi-yu. Mana shular menimcha o'sha paytlardan beri qolgan. Kellar qo'zg'olonni eslasanglar, u yerda bashorat bo'lardi-yu. Maqolchi. Bir tovuqqa ham suv kerak, ham don kerak deganlaridek. Ol tovog'im, ber tovog'im. Bu hamma maqol o'sha xalq tilidan olingan, haqiqatdan bor narsalar. Ertalabdan salom dasturi davom etar, hurmatli teletomoshabinlar. Barchaga yana bir bor yaxshi kayfiyat, yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizda oshxonamizda har doimgidek samovar choyxonasidan kelgan, restorandan kelgan akalar, milliy restoran Saladashdan uzr so'rayman. Ertalabdan bari uyqusirayapmiz, bizga ham oson emas. Siz ham kechasi bilan ovqat qilib chiqqan bo'lsalar kerak. Mana bolalarim uxlamasdan ishlabdi-yu. Ko'rdingizmi, erta bu Shukur akamning kunlarida chiqardi bular, lekin bugun bizni kunga Atiydan Mashrab bilan bir suhbat quraylik deb kelganlar, to'g'rimi? Albatta. Yana bir bor xush kelibsizlar. Bugun nima taomlar tayyorlaymiz? Bilaman, har doim butun zo'rtovga yetadigan darajada taomlar tayyorlanadi. Bugun nima tayyorlaymiz? Bugun xudo xolasa tovuq qanotchalaridan olib kelganmiz. Xo'p.
Go'shtli kotletlar olib kelganmiz. Aksiga olib endi bugun Shukr akam yo'q ekanlar. Qo'y go'shti aralashga olib keldik. Qo'y go'shti. Tovuq go'shti qizlarga, qo'y go'shti endi yigitlarga baribir. Aralash qilib beraveramiz. Aralash qilib beramiz. Nonlar har doimgidek o'zimizniki. O'zimizning tandirdan chiqqan shirmoy nonlarimiz. Qarang, menga bitta narsa qiziqdi. Tovuq go'shti mana muzlatilgan holda, lekin pishganda yumshoq bo'lib qoladi. Buni qanaqa marionat qiladi? Qanaqa siri bor? Buni sirini pishirayotganda o'zimiz bilamiz-da faqat. Yo, menga sekin o'rgatib qo'ysangiz, onam aytgan, yaqinda sen ham kuyov bo'lasan, o'g'lim. Shunaqa narsalar o'rganib qo'ydi. O'rgatib qo'yamiz. O'rgatib qo'yamiz. Qanchada tayyor bo'ladi? Efir yakunigacha Xudo xolasa. Ungacha ham tayyor bo'ladi. Xudo xolasa somsalar ham qo'yamiz. Har doimgidek o'zimizning kichkina milliy tugma somsalarimizni qo'yamiz. Tugma somsa qanaqasidan bo'ladi? Ichida avashno, go'shtli yoki bugun go'shtli, aksiga olib yana qo'y go'shtli bugun. Bugun faqat bol go'sht. Bugun faqat bizning kunimiz ekan. Ayollarga faqatga tovuq qanotchalari bular. Qanotchalardan bo'ladi. Akalar, sizlarga omad tilaymiz. Ora-orada bilasizlar, tasvirchilar kadrlar berib boradi. Chunki sizlarga xalaqit berishimiz kerak emas, tezroq pishirishimiz kerak. Efir chunki 2 soat 20 minut davom etadi. Bu jonli efir.